المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tazkiyatun nafs silsila darslarimizdan birodarlar rostgo'ylik manzilatini o'qiyotgan edik, davom etamiz. Demak, birinchi oyatda Alloh taolo siz bilan bizga shunday deb marhamat qildi. Astagfiru billah. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha va kunu ma'as sodiqin. Ey mu'minlar, Allohdan taqvo qilinglar va sodiqlar bilan, rostgo'ylar bilan birga bo'linglar. Nima uchun? Chunki iymonida sodiq bo'lgan insonlar bilan birga bo'ladigan bo'lsak, ulardan o'rganamiz. Ulardan ilm olamiz, odobidan o'rganamiz, taqvosidan o'zimizga ulush nasib olamiz, xulqda ularga ergashamiz. Payg'ambarimiz aytdilar, kishi do'stini dinida bo'ladi, bas sizlardan biringlar kimni do'st tutayotganligiga qarasin. Kunu ma'as sodiqin. Ya'ni sodiqlar bilan birga bo'linglar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis sharifdan marhamat qiladilar. Yadullohi ma'al jamaa. Faman shadza finnar. Allohning qo'li jamoatning ustidadir. Kim ajralib oladigan bo'lsa jamoatdan, demak bu odam jahannamga ajralib oldi. Shuning uchun kishi yolg'iz qolishi mumkin emas. Jamoat bilan birga bo'lishligi kerak. Yolg'iz odamni adashib ketishligi ko'proq bo'ladi. Agar jamoat bilan bo'ladigan bo'lsa, jamoat uni qo'lidan ushlaydi. Endi qanaqa jamoat bilan birga bo'lish kerak? Sodiqlar jamoati bilan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa hadislarda aytadilar, o'zingizga jamoatni lozim tuting, bo'linishdan ehtiyot bo'ling. Albatta shayton yolg'iz kishi bilan birga bo'ladi, ikki kishidan esa uzoqroq bo'ladi. Albatta bo'ri podadan ajrab qolgan qo'yni yeydi. Jamoat bilan bo'lamiz, yolg'iz bo'lmaymiz. Endi jamoat tanlayotgan paytda sodiqlar, taqvodorlar bo'lishligi lozim va lobud bo'ladi. Siddiqlik martabasi bor. Siddiqlik martabasi bu nubuvat martabasidan keyingi martaba. Oddiy siz bilan bizga o'xshagan odamlar yetishi mumkin bo'lgan martabaning eng oliy darajasi bu siddiqlik. Nubuvat, payg'ambarlik, risolat Alloh azza va jalla o'zi tanlab olgan bandalarga beradi. Bu manzilat, nubuvat manzilati tanlab olingan bandalarga beriladi. Endi payg'ambar yo'q birodarlar. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamdan keyin payg'ambar bo'lmaydi. Endi buni bu yog'ida Rasulullohdan keyin yashagan mu'minlar yetib boradigan manzilat bu siddiqlik manzilati bo'ladi. Astagfirullah. Va man yuti'illaha var rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allohu alayhim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada was solihin va hasuna ulaika rafiqa. Kimda kim Alloh va payg'ambarga itoat etsa, ana o'shalar Alloh in'omlariga sazovor bo'lgan zotlar, payg'ambarlar, haq rost iymon egalari, shahidlar va faqat yaxshi amallar bilan o'tgan kishilar bilan birga bo'lurlar. Ular esa eng yaxshi hamrohlardir. Va hasuna ulaika rafiqa. Demak, siddiqlik, rostgo'ylik, nubuvat martabasidan keyingi martaba. Inson sodiq bo'lsa, so'zida, fe'lida, niyatlarida, borlig'ida, demak, yetish mumkin bo'lgan martabalarning eng oliysi siddiqlik martabasiga yetishadi. Mana Iso alayhissalomning onasi Maryam binti Imron haqida aytadi Alloh taolo, va ummuhu siddiqo. Ya'ni Isoning onasi siddiqolardan edi. Ya'ni sodiqlik martabasida bo'lgan edi bu ayol. Abu Bakr as-Siddiq. Payg'ambarimiz aytganlar, payg'ambarlardan keyin yerni bosgan odamlarning eng yaxshisi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. U kishi bu martabaga qachon erishdi? Qachon Rasululloh u kishini birinchi marta Siddiq dedilar? Ana shu Isro va Miroj voqeasida. Rasulullohni Baytul Maqdisga borib keldim deb Isroni xabarini berganda, odamlarni deyarli hammasi ikkilanib turganda, bitta Abu Bakr roziyallohu anhu, "Ya Rasululloh, siz kecha tunda Baytul Maqdisga borib keldingizmi?" deb o'zidan so'radi ta'kidlab. Ha deganida, "Sadoqta, rost aytdingiz" dedi.
Shunda payg'ambarimiz anta ya Abu Bakr as-Siddiq dedilar. Demak, siz bilan bizga o'xshagan oddiy odamlar yetishi mumkin bo'lgan eng oliy maqom manzilat bu siddiqlik martabasi. Birodarlar, erishish mumkin. Yetsa bo'ladigan narsa. Gapingiz, so'zingiz to'g'ri bo'lsin, amalingiz so'zingizga to'g'ri bo'lsin, qalbingiz amalingiz bilan so'zingiz bo'lsin qalbingizda ham. Mana shu odam sodiq bo'ladi. Siddiqlik martabasi. Va hasuna ulayka rafiqo. Ana o'shalar eng yaxshi hamrohlardir. Mana shunday do'stlar bo'ladigan bo'lsa, mana shunday jamoat bo'ladigan bo'lsa, u jamoatni mahkam ushlashlik kerak. Mo'min kishini o'zingga lozim tut, birodar. Uni suhbatini o'zingga lozim deb bil. Albatta bu narsani ta'siri ulkan bo'ladi. Chunki ana shu sodiq bo'lgan birodaring bo'lsa, undan hamma narsani o'rganasan. Rostgo'ylikni, zohidlikni, istiqomani, taqvoni. Agar atrofimizda bizni o'rab turgan odamlar shunday sodiqlar bo'lsa, biz ham ana shularning bittasimiz. Ikkinchi oyat. Agar ular Allohga sodiq, rostgo'y bo'lganlarida o'zlari uchun yaxshiroq bo'lar edi. Astagfirullah. Ta'atun va qawlun ma'ruf. Fa idza azama al-amru falaw sadaqulloha lakana khayran lahum. Muhammad surasi. Agar ular Allohga iymon keltirishda, Allohga itoat qilishlikda sodiq, rostgo'y bo'lganlarida albatta o'zlari uchun yaxshiroq bo'lgan bo'lar edi. Birodarlar, hamma yaxshilik rostgo'ylikda. Hamma yomonlik yolg'onchilikda. As-sidqu manjat deyiladi. Sodiqlik, rostgo'ylik najotga boshlaydi. Birodarlar, agar biz iymonimizda, e'tiqodimizda sodiq bo'ladigan bo'lsak, ustimizga faqatgina yaxshilik keladi. Chunki iymonning rukunlarini ham, islomning rukunlarini ham hammasini asosi rostgo'ylik bo'ladi. Ulaykallazina sadaqu va ulayka humul muttaqun. Ana o'shalar rostgo'y, chin iymonli kishilardir, va ana o'shalar taqvoli kishilardir. Ulaykallazina sadaqu. Ana o'shalar rostgo'ydirlar. Rostgo'y bo'lib iymon keltirdi, rostgo'y bo'lib taslim bo'ldi, rostgo'y bo'lib islomiy xulqlar bilan xulqlandi. Mana shu oxirgi punkti nozik. Allohga iymon keltirganimizda sodiqmiz. Unda so'z yo'q. Sidq dilda iymon keltirdik. Allohdan o'zga iloh yo'q. La ilaha illalloh. Unga bo'yinsundik. 5 mahal namoz o'qiyapmiz. Harom amallardan o'zimizni tiydik. Bunda ham gap yo'q. Mana endi uchinchisi, islomiy xulqlar bilan xulqlanishda sodiqligimiz nuqsonli. G'azabini tiydiydi, halim bo'ldiydi, doim qilolmayapmiz buni. Saxovatli, qo'ling ochiq, karim bo'l deyapti, baxilligimiz tutib qoladi. Xulq masalasida sodiqligimiz ancha nuqsonli, birodarlar. Sodiqlik, rostgo'ylik ma'nosi. Rostgo'ylik deyilganda bizi tasavvurimizda o'tgan safar aytganimizdek, gapirgan gapi yolg'on bo'lmasa-la, gapirgan gapi chin bo'lsa-la, shu odamni rostgo'y deymiz. Ha, bu ham to'g'ri, lekin so'zdagi rostgo'ylik xolos bu. Rostgo'ylikda boshqa ma'nolari ham bor. So'zdagi rostgo'ylik nima bo'ldi? Aytgan so'zingizni voqelikka to'g'ri kelishligi. Ya'ni siz aytgan narsa voqeda ham shunaqa. Demak, siz bunda so'zingizda rostgo'y bo'ldingiz. Endi aytgan so'zingiz ishingizga ham to'g'ri kelsa, demak, ishingizda ham rostgo'y bo'ldingiz. So'zda rostgo'y, ishida rostgo'y. Savol. Agar inson rostgo'y bo'lmasa, albatta yolg'onchi bo'ladi deganimi bu? Rostgo'y bo'lmasa, yolg'onchi bo'ladimi? Qana tushunamiz buni? Liyajziyallohu as-sodiqina bi sidqihim va yu'adhibal munafiqina in sha'a va yatuba alayhim innalloha kana g'afurur rahima. Alloh sodiq, rostgo'y bo'lgan kishilarni rostgo'yliklari sababli mukofotlash uchun, munofiqlarni esa agar o'zi xohlasa azobga giriftor etish yoki tavbalarni qabul qilib gunohlarni mag'firat etish uchun mazkur sinovga duchor qildi.
Alloh mag'firatli va mehribon bo'lgan zot. Qarang, rostgo'ylar va munofiqlar deyilyapti oyatda. Munofiq kim? Munofiq qanaqa inson? Munofiq kazzob, yolg'onchi bo'lgan inson. Chunki qalbida yo'q narsani bor qilib ko'rsatadi. O'zi ishonmaydigan narsaga ishonaman deydi. Qalbida bo'lmagan narsani bor qilib ko'rsatadi. Munofiq bu sodiq inson emas, rostgo'y inson emas. Chunki ikki yuzlamachi bo'ladi. Ichida bir gap, tashida bir gap. Aytgan so'zi muloyim, taqvoli so'zlar, ammo qalbida gina bo'ladi, hasad bo'ladi, ma'siyat bo'ladi. Yolg'onchilik bilan nifoq bitta narsa. Yolg'onchilik va bilan nifoq bitta narsa. Iymonning asosi rostgo'ylik bo'ladi. Nifoqning asosi yolg'onchilik bo'ladi. Munofiq degani yolg'onchi degani, mo'min degani rostgo'y degani. O'zi shu muammolardan chiqib ketishlikda yolg'on juda ham zo'r tabletkada, bilasizmi? Juda osonlik bilan chiqadi yolg'on. Bilasizlarmi, ba'zi bir holatlarda tilimizdan hech ikkilanmasdan gapiramiz. Chunki osonda. Aytdik-ku darsimizda. As-sidqu manjat. Rostgo'ylik faqat najotga boshlaydi. Mo'min odam o'zini nafsi bilan ham rostgo'y bo'ladi, Robbisi bilan ham rostgo'y bo'ladi, odamlar bilan ham. Agar odamlar bilan mana shu istiqoma va taqvo bilan muomala qilayotgan bo'lsa inson, demak bu odam rostgo'ylardan bo'ladi. Qiyomat kunida birodarlar, insonni Allohning azobidan nima saqlaydi? Allohning azobidan insonlarni najotga nima yetaylaydi? Faqatgina rostgo'ylik. Alloh taolo aytadi, bu kun haq rost iymon keltirganlarga rost so'zlari foyda beradigan kundir. U kunda faqatgina nima yordam beradi? Rostgo'ylik. Qalallohu hada yawmun yanfa'us sodiqina sidquhum. Bu kunda rostgo'ylarning, sodiqlarning sidqi, rostgo'ylarning rostgo'yligi foyda qiladi. Birodarlar, bilib olaylik, rostgo'ylikning 3 ta turi bor. Rostgo'ylikning 3 ta turi bor. So'zda rostgo'y bo'lish, so'zda rostgo'y bo'lish, amalda rostgo'y bo'lish va holatda rostgo'y bo'lish. So'zida rostgo'y bo'lish, aytdik, so'zingiz voqelikka to'g'ri kelsa, demak, siz rostgo'ysiz. Amaldagi rostgo'ylik qanaqa bo'ladi? Qilayotgan amali ishi, aytayotgan so'zga to'g'ri kelsa, so'zi bilan amali bir xil bo'lsa, bu odam amalida rostgo'y deyiladi. Holida rostgo'y kim? Ya'ni so'zi bilan qalbi bir xil, qalbi bilan so'zi bir xil. Tilida aytayotgan narsasi qalbida ham bor. Qalbidagi narsa tilida bor. Demak, bu inson holida rostgo'y. Komil rostgo'y odam qanday bo'ldi? Aytgan so'zi ishiga to'g'ri keladi. Aytgan so'zi, qilgan ishi qalbida ham bor. Mana shu odam komil rostgo'y deyiladi. Ikkinchi haqiqat. Rostgo'ylik seni birodar siddiqlar martabasiga olib boradi. Aytdik, eng oliy martaba bu nubuvat, payg'ambarlar martabasi bo'lsa, undan keyingi martaba siddiqlar martabasi. Inson rostgo'y bo'ladi, bir kun gapiradi, 2 kun gapiradi, rostgo'ylikni o'ziga odat qiladi. Alloh taolo uni siddiqlar, sodiqlar, rostgo'ylar qatoriga yozib qo'yadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innas-sidqa yahdi ilal bir." Albatta rostgo'ylik, sidq, rostgo'ylik yaxshilikka yetaklaydi. Inson yolg'on gapirmasa, doim rost gapirsa, faqat yaxshilikka yuradi. Va innal birra yahdi ilal janna. Yaxshilik esa jannatga yetaklaydi. Qarang, rostgo'ylik yaxshilikka yetaklaydi, yaxshilik jannatga yetaklaydi. Albatta kishi rostgo'y bo'lar ekan, siddiqlardan deb yozib qo'yiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. O'zichi masalan, yolg'on gapirmasdan yashash iloji bormi yo'qmi desa, hozir iloji yo'q deydi odamlar. Hozir iloji yo'q deydi. Yo'q akalar, iymondan chiqib qolasiz bunday desiz. Agar siz rostgo'y bo'lishlik mumkin emas hozirgi zamonda degan e'tiqodda turgan bo'lsangiz,
Alloh va payg'ambari buyurgan rostgo'y bo'lish mumkin emas deyotgan bo'lasiz. Bu odamni iymondan chiqib ketishlik xavfi bor. Hozirgi kunda rost gapirib savdo qilib bo'lmaydi. Astag'firulloh de birodar. Men qilolmayapman-da. Qiyin bo'lib ketdi-da. Rostgo'y bo'lolmayapman-da. Lekin rostgo'y bo'lish mumkin emas dema. Agar banda savobli, xayrli ishlarni qilishda sodiq bo'lsa niyatida, sidq dildan yaxshi ishni qilaman deb niyat qiladigan bo'lsa, Alloh uni xayrli amallarga hidoyat qilishda o'zini zimmasiga olgan. Sen sidq dildan savob ish qilaman, xayrli ish qilaman degan niyatda sodiq bo'l. Agar sodiq bo'lsang, Alloh aytayapti, men o'zim seni muvaffaq qilib qo'yaman shu ishga. Agar odamlarni haqqa yetalash ishida rostgo'y sodiq bo'ladigan bo'lsang, Alloh senga shunday ilhomni beradiki, shunday bir munosib uslubni, munosib so'zlarni beradiki, munosib fikrlarni beradi, odamlarni haqqa yetalaydigan qilib qo'yadi seni. Yana qaytarib aytaman. Agar odamlarni haqqa Alloh tomoniga yetalayman degan niyatda sodiq bo'lsang, senga nima kerak? Ilm kerak, hikmat kerak, chiroyli so'z kerakmi? Imkoniyat kerakmi? Hammasini Alloh beradi. Ishonasanmi? Balog'at ketgan qizing bor. Iymonli, taqvoli, dinni ushlagan odamga bermoqchisan. Shu niyatingda sodiq bo'lsang, shunaqa odam yuboradi Alloh senga. Agar ayolingni taqvoga, ibodatga yetalashda niyatda sodiq bo'ladigan bo'lsang, Alloh senga bir ajib bir uslubni beradi. U uslubni birodan eshitmagansan, birodan ko'rmagansan, bir joyda o'qimagansan. Chunki niyating sodiq bo'lgani uchun Alloh senga shu narsani beradi. Chunki hidoyatni Alloh qiladi. Sen qilmaysan. Seni nasihating, seni olib bergan hadiyang, qilayotgan bir hikmatli ishlaring bor yo'g'i nima? Sabab. Muhimi sen niyatida sodiq bo'lsanglar, Alloh senga yo'l beradi. Halol tijorat qilaman, halol kasbkor qilaman deb qat'iy niyat qilding. Niyatingda sodiqsan. Alloh seni birovning qo'liga qaratib qo'ymaydi. Ishonaver birodar. O'zi qo'llaydi, o'zi yo'llaydi. Endi haq yo'lda yurgan inson bilan birga bo'lishni xohlaydigan bo'lsang, shunaqa odamni Alloh senga ro'baro qilib qo'yadi. Xullas, Alloh bilan bo'ladigan muomalangda birodar, sodiq, rostgo'y bo'lsang, haqni topish niyatida sodiq bo'lsang, Alloh seni to'g'ri yo'lga boshlashni o'zini zimmasiga olgan. Alloh azza va jalla haqni haq deb, botilni botil deb ko'rishligimizga tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Vassalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.